99% odamlar mushugini noto'g'ri cho'miltirib, ularni kasal qilib qo'yishyapti. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga like bosib tursangiz, mushugini qanaqa to'g'ri cho'miltirishni o'rgatib qo'yaman. Mushugingizni cho'miltirib va uni quritmasdan salqin sovuq joyda qoldiradigan bo'lsangiz, mushukda grippning alomatlari boshlanadi. Yo'taladi, burni oqadi, aksiradi va shunga o'xshagan belgilar paydo bo'lishni boshlaydi. Mushuklarni agar odam shampunlarida cho'miltiradigan bo'lsangiz, mushuklarning terisida qizarish, qichishish va tuk to'kilishi, shunga o'xshagan har xil yaralar paydo bo'lishi mumkin. Mushuklar o'z tabiatan suvni juda ham yomon ko'radi. Unga tushishni yoqtirmaydi. Shuning uchun tez-tez cho'miltirish mushuklarga stressga kelishiga sabab bo'ladi. Stress bo'lsa mushuklarning immunitetini tushirib, kasalliklarga chalinishiga sabab bo'lishi mumkin. Cho'miltirayotgan paytda mabodo mushukning qulog'iga suv kirib ketadigan bo'lsa, buni asorati sifatida mushukning qulog'ida otit boshlanadi. Buni belgilari quloqdan o'tkir hidlar chiqishi, ya'ni sassiq hid chiqishi, ringlar oqishi va bunga e'tibor bermasdan vaqtni cho'zilishi bo'lsa, bu kasallikni zo'rayishga olib keladi. Mushuklarni o'zi tez-tez cho'miltirib bo'lmaydi. Mushuklar o'zini 5-6 mahal yalab, toza tutib yuradi. Mushuklarni yoz oylarida oyda bir marta, umumiy kuz mavsumida bir martagina, qishda cho'miltirish shart emas. Ushbu videoni yangidan mushuk boqib olgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bizning sahifaga obuna bo'ling.